Bolangiz mulla bo'lish farz emas. Tahoratini bilsin, namozni bilsin, bo'ldi, все, yetadi shu. Bitta sura biladimi? Biladi. Tahoratni biladimi? Biladi. Bo'ldi, agon bor. Sen millioner bo'l, oligarx bo'l, professor bo'lsan. Bugun o'zi islomni tor doirada tushungan, bir chekkada, burchakda zanglab qolib ketib qolgan. Shuni tushunadi. Hamma qori bo'lsin deydi. Hamma qori bo'lsa gado bo'lamiz biz. Gado bilasizlar nima degani? Do'ppi ochib yanini yuramiz ko'chada. Yaqinda qulog'imga tushib qoldi. Bir Shukrullo degan bizni nevara, chevara shogirdimiz bor. Quva tomonda. Shu bolani mana shu yoqqa kimdir olib keldi shu qishloqlarga. U bola bir suhbatda aytibdi, hamma Qur'on o'qib tursa gaday ko'payib ketadi deyapti. Bu kufr bu gap. Bu gapni aytgan odam kofir bo'ladi. Iymondan ajraladi bu gapni aytgan odam. O'zini masjidda yuraversin, ana shu yerda yurgan bo'lsa, ashada jamoati biladi, kerakmi, kerak emasmi ularga. Aslida ularga ham kerak emas bunaqa odam. Xudo qutqarsin o'sha mahalladagilarni ham, o'sha jamoat qavmini ham uni fitnasidan Xudo saqlasin. Endi bolalar chiqyaptiki, bir vaqt bittasi chiquvdi. Bir haligi zamonaviy ko'cha bolalarining gaplarini gapirib ma'ruza qiladigan bola chiquvdi. O'shani suhbatlarga olib yurar ekan. Hech qanaqa ilmi yo'q bechorani. Bu ham unaqa ilmi yo'q bola bu ham. Endi odamlar ajoyib bo'lib qoldi. Hali nomi chiqib qolsa, shu nomi chiqib qolgan odamni olib kelib shu bir suhbatini bir boshqacharoq qilishdi endi. Subhanallohda o'tiravermasdan bolalarimizga ilm-fanni o'rgatish kerak. Subhanalloh o'zining yo'lidagi zikr bu. U boshqa narsa u. Subhanalloh bilan pulni ishini bitkazib bo'lmaydi. 4 mingta subhanalloh aytib qassobga olib 500 gram go'sht bering deyinchi, beramaydi, bermaydi. Hanafiylarning fatvo kitoblaridan ba'zi bir misollarni aytay. Al-Fatawa az-Zohiriyada la havla va la quvvata qorin to'ydirmaydi desa yoki nonni o'rniga o'tmaydi desa yoki la havla tovoqda ovqat bo'lmaydi desa bularning hammasida kofir bo'ladi degan. Hanafiylarning Al-Muhid al-Burhoniy fatvo kitobida keladiki, xuddi shuningdek shu gaplarni tasbih, la ilaha illalloh kalimalari bilan aytsa ham kofir bo'ladi. Yoki qachongacha subhanalloh deysan desa ham kofir bo'ladi. Badrul Rashid al-Hanafiyning Alfozul Kufr kitobida. Subhanallohda o'tiravermasdan bolalarimizga ilm-fanni o'rgatish kerak. Subhanalloh o'zining yo'lidagi zikr bu. U boshqa narsa u. Subhanalloh bilan pulni ishini bitkazib bo'lmaydi. Qachongacha subhanalloh deysan desa ham kofir bo'ladi. Badrul Rashid al-Hanafiyning Alfozul Kufr kitobida.